Kopa. Yönming yönni kim köydagan? Uy. Dikkat qilmay ko'mibdi men. Men ko'ydamidim. Ey malum yaxshimi muzikcha? Ya mendan bak. Rahmat. Uy bolam. Meni yaxshi qilib malum ap qoldim sizni. O't qo'ydi. O't qo'ydi? Nega o't qo'ydingiz? Meni yemang o't qo'ydi nega? O't qo'ydingizmi, qo'ymadingizmi? Qo'ymadim. Ma'qul bolam sizga ishonmaysiz, yemang o't qo'ymadingiz. Ta'ning bo'ldingiz. Nevzatning apsi ma'yish manda. Malum men siz bilan astig'ini emas qarang. Buncha pul to'lab maktab akasak bo'lni. Siz yosh tarbiya qilmaydigan o't qo'yg'azg'ina chiqdingizmi teshig'a? Nevzat balam manda qilay, apang keldi emasmi? Hozir sen bugun bo'lgan ishning hammani aynan bir rol o'ynab turamiyadi. Men sendan nima savol so'rdim, unikini sen nima deb javob berding, ashni bir deb tur. Malum meni yemagani kim ko'ydadi desa, men ko'ydamidim. Men seni ko'ydadim demidim yeming yonni. Men tushundim malum. Siz o'zingiz o't qo'ygan bo'lsangiz, men qo'ydim sizni buldigu. Unda emas, ma ish bunda. Shu bir yeming yonkan qo'shu. Bo'ldi. Ikki qiz gapdan qala. Muallim, nima ish bo'lgandi? Apsi bilan paranglish planmaydigan o'xshaymi? Darsmen siz bilan paranglashay, Bizga bir tarix dars o'tgan Li Shuka. Qo'shov yeming yonni ko'dirish deydigan. Men Nevzatdan so'rdim, yeming yonni kim ko'ydagan deb. Uning kendi Sizning balamda so'raysiz, bilmamdingiz yemagani kim ko'ydagan. Men albatta bilamandan ma'lum. Bilaman. Siz bilib turib, nimda mening balamda kim ko'ydiribdi deb so'raysiz yeming yonni. Demak, siz bilmaysiz degan gap uni. Ma'lum, bo'ldi. Bu yerda jiq so'zlashib, jiq tushuntirib oltam menga. Bu mening balam yeming yonni ko'ydirayotgan bo'lsin, ko'ydirayotmagan bo'lsin. Nega bizmi u yeming yonniga? Beijing Wuhan'dan yarısının azanğı. Mana qildi? Ma'lum. Mening balam yeming yonni ko'ydirayotgan bo'lsa, unda bo'lsa men to'lab beray. Yeming yondan bijne, chemming yondan bijne, xoming yondan bijne to'lab bermayman. Manda bizse azob qalsa ikkisini to'lab bersam bo'lajimi yana? Ma'vu to'lashdan ishonmasam shira to'layolmaysizlar. To'layolmaysizlar deydi. Hey, ma'lum, nimani to'lab birman? Bizse emas, onu olsun to'lab birmiman. Ma'lum, slot qo'yayotgan bo'lsa, men uni to'lab berishligim bojim. Men qo'ydamidim. Sen qo'ymasan kim qo'ydimsa? Voy bo'ldi ma'lum. Bo'ldi, talashmayli. Hozir ishdan tushgan vaqt ko'p bo'ldi. Yo'llanbek to'slab ketdi. Bo'ldi, daha kanumungizni biz berib jo'njon qilib beraylik shundan. Pul to'lashning ishi emas, Ma'vo. Pul to'lashning ishimiz qanday qilamiz hamsi ma'lum? Balamni bir opirib sovutib etmamizlarmisa? To'lamanglar. Haj yo'q-da, to'lamanglar. Veylogon bu pulni biz to'lsak bo'lmaydi-ku, qarang. Bu pulni biz to'lsak, yemaganga bizni bolamiz o't qo'ygan bo'lmamdi. Asta olib qoladi. Keyin danasiga yemaganga o't qo'ygan deb yozilib qolsa, keyin pulimiz qanday jamiyat qaraydi? To'g'ri. Yeming yonni ko'ydadi deb balaninki qalbida jarohat olib qolsa, shundami yo? Bu asta oladi bichora bayqosh. Hey, yo'qra. Sen ko'ydadimi yeming yonni? Tegina sen ko'ydadimi yo'qmi? Deyil olacak murakkabishga. Klash kep qila. Anladingizmi? Ko'ydamabdi. Men buni to'lamayman. Ma bala hozir yig'lab maya kep bo'ldi. Ma balaninki keyinlik emas, hozirlam qalbida jarohat olib bo'ldi. Meni qanday qilishimiz? Bo'ldi. Sizlar bilan ko'p yerda jiq gap qilishmay, men asta chiqib Davud Shojaning yoniga chiqib bir davlilashib chimayman. Oqqarni beyman arpason. Mana Pulimiz uchun maktabni setib avalaylik bo'ldi. Shundami? Maktabni nech pulki? bo'ldi. Maktab setib olishligimiz bor bizningki. Mana Qo'rqimni bosar cho'jdan. Bo'lgan ishlarni anladim. Ota-onalarning to'lab bergisi pulab qo'yib qolsa, to'lab beraversin. Ha?